Tracheostoma, ya'ni tomog'idagi teshik. Bu so'zni o'zi bemor va uning yaqinlari uchun qanchalik og'irligini tasavvur qilish qiyin. Tracheostoma ko'pchilik uchun hayotni saqlab qoladigan yagona imkoniyat. Ammo vaqt o'tishi bilan boshqa muammolar paydo bo'lishi mumkin. Nafas olishni qiyinlashadi, ovoz o'zgaradi, oddiy hayot tarzi izdan chiqadi. Sababi bir vaqtlar hayotni saqlab qolgan tracheostoma o'rnida hosil bo'lgan chandiq nafas yo'lini deyarli yopib qo'yadi. Eng achinarlisi esa ko'pchilik buni endi tuzatib bo'lmaydi deb o'ylaydi. Biroq zamonaviy torakal jarrohlik bu holatda ham yechim taklif qiladi. Toshkent davlat tibbiyot universiteti klinikasida yuqori texnologiyali traxeya rezeksiyasi amalga oshirildi. Natijada tabiiy nafas yo'li qayta tiklandi va bemor yana erkin nafas olish imkoniyatiga ega bo'ldi. Chunki asosiy maqsad faqat hayotni saqlab qolish emas, balki insonni yana erkin nafas oladigan hayotga qaytarishdir.